Alnından pırpır kısan. Pırpır ipek. Güle kırıp pırpır kısan. Dada, bu ipte baramayınız. Alnından meslekleştik. Bizim başka planımız var Dayda. He? Başka plan? He. Ha. Boya hoşnamdan degeni rastkende. Allah kaçan kudamlarını öyle berip bolgan çeri. He. Kim dedin lan? Men gap kıldım mı? Gap kıldım evet. Oy. Kaçam Musacilka hoş gele. Oynim hoş gele. Bulun atın. Ha mana. Assalomu alaykum. Aleyküm Mana Musacilka. Obdan to'ldimi? Yaxshiman. Salomat. Anda Aysam qacha obdan to'ldimi? Aleyküm assalam. Dadijan bo'ladi. Kelsa. Bas kille. Amin. Allahu ekber. Anda Musacilka. Etning tayyorliqlari tugidimi? Ha. Yukarı koşmadı birini bakıp koydum. Ben gitti. Deyirler. Vay men bay koçunun dokunmuşuk gelsem. Kadircan elimiz Oğlumcan'ı kelgen hatta dilendi. Vay Allah neymi hoş kalardı. Ben de bir anlaydan günlük gelişim. To'g'ri. Biz bir haftaning oldida Olimjon bilan telefonda paranglashgan. Olimjon bu yerga boramaymiz degandi. Ha? Oyey. Kadijan bolam. Olimjon sizlarga telefon qilib boramaymiz deganmi? O yana mening adresimga sizlarga bir parcha xat topgan. Men shu xatni sizlarga yetkazib beray deb kelishim. Mana Musajilka. Musajilka. Heh, oqlar. Vay canlı be. Assalomu alaykum dada. Mehribon ona. Qanday ahvolinglar? Yaxshi turibsizlar? Canım dada. Ana. Shu damda men yiroqda turib, hamma odam deyoladigan shundoq oddiy so'zlar bilan sizlardan ahvol so'rab o'taman. Dada. Ana. Men qanday qilay? Qismatning ehtiyoji bilan yeninglarda bo'larmidim. Xudo omad bitgan bo'lsa, har kun yeninglarda parvona bo'lib aylanardim. Yeni sınırlarım sizlarni pat yo'qlab turayotgandim. Biroq men-ku jinim dada, ana. Bizning cho'ng bo'lishimizni, xatarga qo'shilishimizni shunchalik orzu qilayotganlar. Mana cho'ng bo'ldi. Uchirma bo'lib, sizlarni tashlab har tarafga uchib ketdim. Bas oqshini berib sinib, muңlunub atrofingizga, uyning to'rt bulung'iga qarab qoladigansizlar. Dada, sening dadiliq mehring bilan kulimsirab qarashlaringni, onamning ajoyib mehribon nuroniy ko'zlarini bakmi seg'indim. Dada, ana, yurakinglarning bir partisi, hayotinglarning bir qismi bo'lgan men o'g'linglarning jafo chekishini xohlamay qizimni ekitib beqivotsizlar. Sizlarni jafoga sep qo'ydim. Hayot oyimda hamma odam o'z oilasidagilar bilan jam bo'lib, hayotni xushal-xuram o'tkazishni orzu qiladi. Hayotni xushal-xuram o'tkazish uchun yana necha minglagan kishilar qimmatli dam olish kunlarini qurbon qilib, o'z o'rinlarida ishlaydi. O'g'linglar bilan kelininglar Aşulanın içindeki fakat birisi. Dada, ana, dostum Kadir harp günün 3 tane ayrılan beledini gelip silahını yol basıp koyuşuna tapaladım. Biz silahını ürünce ayrı duramadı kütümüz. Silahını oğlançı seğinip, yolunlağı karab, oğlunla alınca, kelinunla lale. Uyay! Ana, Musajilka, biletni elib, tayyor qilib qo'ydim. Ertasiga sizlarni oydirumga chiqib, o'z qo'lim bilan yo'l qilib qo'yaman. Rahmat bolam. Rahmat. Yo'q. Bulma buva, endi opam dadamlar meni o'zi taqsin bulamda. Kızım, biz sizni yaxshi boqolmadikmi?
Ya, sizler bek yapar tatlı gidikensizler. Hapse. Siz oylamagan işlerdi. Vallahi oraya diken. Çünkü biz yaşayan devir bilen hazır balla yaşavatkan devir okşmaydı demesin.